Mana Xudoga shukr, egizaklarimni ham uylantirib oldim. Ha, bolalaringdan qutuldim. Endi sendan qutulsam bo'ldi. Nima? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar qizlarim, o'tiringlar. Qaysi biri edi? Bilmadim. Yo'q, ana Jim o'tiring. Nimaga uyg'otmadingiz? i O'zi saqlamen. Kelinglar, adashib o'tirib oldinglar. Voy, uzr. Yo'q. To'xtang, xayrlashmasdan ketaverasizmi? hamma bilan xayrlashdimi? Men bilan unaqa quruq xayrlashishingiz kerak emas. Xo'p, yaxshi qoling. Kenayi. Voy, uli. Voy, eringizni niye ajrata olmaysiz olsin? Soddasiz-da. Yaxshilab e'tibor berib qarasangiz bilasiz. To'g'rimi adasi? Eringiz uyda edi, kelin. Uf, jonimizga tegib ketdi. Ikkalanglarni ajrata olmay qiynalib ketdik. Hech bo'lmasa xolinglar ham yo'q. Holimiz bor. Faqat ko'rinmaydi-da. Oyjon, o'g'illaringizni qanaqa qilib ajratasiz? Bizga ham yordam bering, qiynalib ketdik. Voy, qiyin emas-ku, umuman bir-biriga o'xshamaydi. Mana bu Hasan. Bunisi Husan. Haqiqatan umuman o'xshamaydi. Yuring Ovsinjon, ketdik. Qayerga ketdilar? Qaynijon sizmi? Mashakingiz shunaqa jonimga tegib ketdi. Sizga o'xshab shu emas, bir sodda lattaga o'xshaydi. Bir gapirib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Ichingizda shuncha gapingiz yig'ilib qolgan ekan-da, xotinjon.